She'riyat ixlosmandlarga Kamina Nurmat Imomovdan alangali salom. Endi esa e'tiborlaringizga 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar o'rtasida o'tkazilayotgan Osiyo Kubogi o'yinlarida dadil to'p surayotgan kelajagi porloq yosh futbolchilarimizga bag'ishlangan she'rimni havola etaman. Ko'rsatingiz maydon uzra o'zingiz, bo'sh kelmangiz ayta biling so'zingiz, man degan raqiblardan o'zingiz, o'g'lonlarim sizga omad yor bo'lsin, qolmang dog'da qamchilangiz otingiz, kimligini qiling ayon zotingiz, ishga soling barcha mahoratingiz, o'g'lonlarim sizga omad yor bo'lsin, bo'ling g'olib siz ham dovon oshingiz, ko'taringiz baland mag'rur boshingiz, duo qilar har bir vatandoshingiz, o'g'lonlarim sizga omad yor bo'lsin. Kamingiz bor axir kimdan aytingiz, bugun ayni qaynab jo'shgan paytingiz, yurtimizga zafar quchib qaytingiz, o'g'lonlarim sizga omad yor bo'lsin. Nur Muhammad ham sizlarni qo'llagay, she'rlar bitib salomini yo'llagay, sizlar bilan futbolimiz gullagay, o'g'lonlarim sizga omad yor bo'lsin. Nurmat Imomov, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani.